Yurtimizda aholi turmush tarzini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarining hayotga tatbiq etilishi borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida viloyatda chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangan bo'lib, kambag'al va kam ta'minlangan oilalar rahbar xodimlarga biriktirildi. Viloyatda mavjud 330 ta mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 2458 nafar kambag'al oilalar bugungi kunda 534 nafar rahbar xodimlarga biriktirilgan. Joriy yilning 1-aprelidan kambag'allik reyestriga kiritilgan oilalarni qo'llab-quvvatlashning yangi tartiblari joriy etildi. Endilikda ijtimoiy daftarlar jamg'armalari orqali ko'rsatiladigan ijtimoiy yordamlar kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga, uy-joy sharoitlarini yaxshilash va sog'liqni saqlash bo'yicha ijtimoiy yordamlar esa oylik daromadi oila a'zolarining har biriga minimal iste'mol xarajatlari miqdorining 2 baravaridan ko'p bo'lmagan oilalarga ham taqdim etiladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-maydagi kambag'al oilalarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni bilan kambag'al oilalarga davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'lamini kengaytirish, ularning manzilliligi va samaradorligini yanada oshirish hamda kambag'al oilalar a'zolarining salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan yangi imkoniyatlar yaratiladi. Kambag'al oilalar endi alohida toifalarga ajratilgan holda ish olib boriladi. Toifalar asosan 3 ta toifa hisoblanadi. Ya'ni endi kambag'al oilalar 15-maydan e'tiboran qizil toifadagi kambag'al oilalar, sariq toifadagi kambag'al oilalar hamda yashil toifadagi kambag'al oilalarga ajratiladi. Qizil toifaga oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan va quyidagi mezonlarga javob beradigan oilalar hisoblanadi. Ya'ni a'zolarining kamida bir nafari sog'lig'ining holatiga ko'ra mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan oila, parvarishga muhtoj a'zosi, shu jumladan nogironligi mavjud farzandi bo'lgan oila, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi yoki yolg'iz keksa yoxud yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, ushbu oilalar demak qizil toifaga kiradi. Bundan tashqari sariq toifaga ham ajratiladigan bo'ldi kambag'al oilalar, ya'ni sariq toifadagi oilalar bu oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan hamda a'zolari sog'lig'ining holatiga ko'ra mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan oilalar hisoblanadi. Bundan tashqari 3-toifa bu yashil toifaga bo'lindi. Yashil toifada oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1 baravaridan 1,5 baravarigacha bo'lgan o'sha oila qizil va sariq toifadan chiqarilgan bo'lsa, oilaning kambag'al oilalar reyestriga kiritilishi ehtimoli yuqori bo'lsa, demak ushbu oilalar yashil toifaga ajratiladi. Bundan tashqari ushbu farmon bilan kambag'al oilalardagi asosan qizil toifadagi aholiga imtiyozlar belgilangan. Bu imtiyozlar 2025-yilda 15-maydan boshlab ijtimoiy reyestrda bo'lgan oilalarga qo'llaniladigan barcha imtiyozlar va imkoniyatlarning barchasi o'sha qizil toifaga kirgan kambag'al oilalarga ham belgilandi. Mazkur farmon ishlab chiqarishdan maqsad shu bo'ldiki, endi kambag'al oilalar bo'yicha yanada mukammalroq ishlanib, ular bo'yicha tizimli ishlar tashkil qilinishi belgilab olindi. Shuningdek, etapma-etap eng og'ir ahvoldagi kambag'al oilalar bilan shu tizimli ishlagan holda ularni daromadini oshirish, tadbirkorlikka jalb qilish hamda barqaror bandligini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha ishlar olib boriladida va ularni o'sha yashil toifaga chiqarish belgilab olindi. Kambag'al oilalar sonini kamaytirishga va kambag'allik darajasini keskin qisqartirishga erishish asosiy maqsad qilib olingan. Hozirgi kunda viloyatimizda ham bu bo'yicha belgilangan maqsad bor. 2025-yilda boshida Navoiy viloyati bo'yicha 5,7% aholi kambag'al deb e'tirof etilgan bo'lsa, 2025-yilning yakuniga qadar bu ko'rsatkichni 3,4% ga tushirishni oldimizga maqsad qilib olganmiz. Zero islohotlar markazida inson qadrini ulug'lash va manfaatini himoya qilish, odamlarni rozi qilishdek ulug' maqsad turganligi alohida e'tiborga molik.